ishlab topish jasorat, uni tejash donolik, to'g'ri joyga sarflash esa san'at. Katta xarajatlardan emas, kichik daromaddan qo'rqish kerak. Oldinlari katta baliqlar kichkina baliqlarni yer edi. Hozir tez baliqlar sekin baliqlarni yeb qo'yyapti. Erta uxlash va barvaqt uyg'onish insonni boy, sog'lom va dono qiladi. Yangi bilim olish uchun haftasiga 3-4 soat vaqt ajrata olmagan inson abadiy qora ishchi nomiga mutlaq munosib. Agar nimanidir qilishni bilsang, buni tekinga qilma. Kun bo'yi ishlaydigan odamning pul topishga vaqti yo'q. Boshqalarning qo'lida oylik uchun ishlamaganimning yagona sababi o'z ustimda tinimsiz ishlaganimdir. Xasis bo'lmaslik boylikning bir turi, isrof qilmaslik foydaning bir turi. Bu hayotda hech qachon erishmagan narsalaringizga erishmoqchi bo'lsangiz, hech qachon qilmagan ishingizni qilishingiz kerak. Baxt sari yo'l ikkita prinsipga asoslangan. Sizni qiziqtirgan va qo'lingizdan keladigan ishni toping, keyin esa unga bor energiyangizni sarflang. Eng yaxshi ish bu katta haq to'lanadigan hobbi. Ikki xil insonlar bo'ladi. Siyqasi chiqqan bahonalarni to'quvchi va sukut saqlab natija qiluvchi. Qay biriga kirishni o'zingiz hal qilasiz. Pulni ortidan quvma, ishni ortidan quv. Shunda pulning o'zi seni ortingdan quvadi. Hammasi juda oddiy. Boy bo'lishni istasangiz, mehnatingizni yo sifatini oshiring, yo miqdorini. Hech qachon yagona pul manbasiga qoniqmang. Pul oqimini ko'paytiring. Ikkinchi manba uchun pul tiking. Agar siz tavakkal qilishdan qo'rqsangiz, siz doim tavakkal qilgan odam uchun ishlaysiz. Sizga kuchli jamoa kerak. Chunki o'rtacha jamoa siz qanchalik yaxshi boshqarishingizdan qat'iy nazar o'rtacha natijalarni beradi. Hamma bilan bir xil bo'lish shart emas. Sizning bitta hech kimga o'xshamagan xislatingiz muvaffaqiyat uchun yetarli bo'lishi mumkin. Dunyoda hech narsa qat'iyat o'rnini bosa olmaydi. Na qobiliyat, axir atrofga qarang. Qobiliyatli, ammo muvaffaqiyatga erisha olmagan insonlar qancha? Na zakovat, axir dunyo zukko insonlarga to'la, lekin kim ularning qadriga yetyapti? Na ta'lim, axir diplomli ahmoqlardan ko'pi yo'q. Faqat qat'iyat va matonatgina sizga tog'larni talqon qilishda ko'makdosh bo'ladi. Odam xoh 5 ta tilni bilsin, xoh 5 ta institutni tamomlasin,
Agar shijoati bo'lmasa, u biznes bilan shug'ullanmasligi kerak. Biznesda sen yo pul topasan yoki tajriba. Sen tajribani ol, pul esa o'zi keladi. Boshqalar qila olmadi degani, bu siz ham qila olmaysiz degani emas. Har doim g'oliblar va optimistlar bilan muloqot qilish kerak. Shundagina ulardan biriga aylanasiz.